Tank yutqazgani yo'q, tank tajriba oldi bu jangda. Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar, butun O'zbekiston. 2 aprel Toshkent Xuma Arenada 85-turnirda oktagon ligani men yutqazdim. Chunki bu yutqazishim menga opit bo'ldi. Men o'ylayman, xudo xolasa keyingi jangimda bugun yutqazgan bo'lsam, ertaga yutaman xudo xolasa. Chunki xatolarimni ko'rdim. Bularni bu yerda juda ham ko'p xatolar, kamchiliklar bo'lgan. Bularning ustida ishlab, xudo xolasa keyingi jangimda chiroyli g'alaba qilib, sizlarning ishonchlaringizni oqlayman. Nima demoqchiman? Shu Xuma Arenaga kelib, hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatib, poddeska qilib o'tirgan aka-ukalarimiz, muxlislarimizga, O'zbekiston xalqimizga kattakon rahmat. Bu narsani men his qildim. Xudo xolasa bundan keyingi janglarimizda qo'llab-quvvatlashda, poddeska qilishda davom etinglar. Ishonchlaringizni oqlaymiz va hammaga rahmat. Kutinglar keyingi jangni.